va'da qilingan 20 ta velosipedimiz bor edi, 26 ta bo'lib ketdi. Xudo xolasa umuman aytganda sizlarning pullaringlar bilan shu velosipedlarga erishib turibmiz. Assalomu alaykum Arslonbob xalqi. Mana bizni bulbul qilib sayratayotgan, velosipedlar bilan maqtantirayotgan aslida sizlar. Sizlarning pulinglar bilan biz quturib, biz bulbul bo'lib gapiryapmiz. Xudo xolasa mana va'da qilingan 20 ta velosipedimiz bor edi, 26 ta bo'lib ketdi. Xudo xolasa 26 tadan 2 tasini bir ayol kishi sponsorlik qildi. Yana bittasiga yana bir akamiz. Umuman aytganda sizlarning pullaringlar bilan shu velosipedlarga erishib turibmiz. Xudo nasib qilsa mana shu muhtoj bo'lgan oilalar, yetimlarni shu velosiped bilan ko'nini olishga harakat qilyapmiz. Endi o'g'il bolasi bor yo'q, bor bo'lib turib, qiz bolalari bor bo'lganlarga ham pul tomonidan yoki o'yinchoq shunga o'xshagan narsalar bilan ularni ham ko'nini olamiz. Mana shunaqa intilishda davom etaveramiz. Xudo xolasa sizlarni bergan pulinglarni hisobi, natijasi qayerga ketayotganlarini o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa bundan buyog'iga aktiv bo'lib ishlashga harakat qilaveramiz. Hammani bergan ehsonlardan Alloh rozi bo'lsin, ajr savobini bergan bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli Arslonbob xalqi. Mana shu Arslonbob qayrimduluk fondini asoschisi Baxtiyor akam, to'rag'a Dilshod hoji akamiz, mana yerda Toycha aka, Murodi, shu ukalarimiz, aka-ukalarimizni xizmatini hozir ko'rib, juda bir yaxshi bir fikrga ega bo'lib o'tiribmiz-da. Bu yerda sizlarning bergan ehsoninglar joyiga yetayotganligi, Alloh taolo aytadi, agar bu qishloq ahli Allohdan taqvo qilganda, Alloh taolo yer va osmon barakasini ochib qo'yadi. Shuning singari biz mana shu sizlarni qilayotgan ehsoninglar bu shunday bir yaxshi gumondamiz taqvo yuzasidan. Buni sizlarga Alloh taolo payg'ambar jo'natib ehson qilishlarni o'rgatganligi uchun qilayotganlar uchun mana shunday barakalar bo'lib turibdi. Bu kungacha buncha ehsonlar Arslonbobda tarixda biz eslatganimizdan beri eslamaymiz. Bugungi kunda bir yaxshi bir ehsonlar bo'lib, yaxshiliklar bo'lib, mana shu narsalarga targ'ib qilganda sizlar ham mana qo'linglarni ochib berib, chunki Alloh taolo aytadi, biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ehson qilgan kimsalarni jannat sifatlaydi, jannat sifati bor deb. Alloh taolo aytayapti, biz rizq qilib bergan deydi. Mana shu bergan odamlarga rahmat. Alloh taolo berganligini his qilib, ehsonlarni qilib, mana shu qo'lda yo'q, muhtojlar, otasi yo'q yetimlarni ko'yini ko'tarib, mana Alloh taolaning ulug' oy Ramazon oylarining oxirida turibmiz. Duolar qabul bo'ladigan, duolar ijobat bo'ladigan kunlar turibmiz. Shularni mana shu hayit bayrami munosabati bilan musulmonlarning hayit bayrami qanchalik bir yaxshiligini mana shu yoshlarga, yosh o'sib kelayotgan avlodlarga ko'rsatib, tanitib, shunga hissa qo'shayotganlarga sizlarga Alloh taolo ajringlarni to'liq qilib bersin. Mana shu akalarimizdan ham Alloh taolo rozi bo'lsin, doim xizmatdan charchamasin. Yaxshilikni mukofoti faqat yaxshilik. Alloh taolo buni o'rnini bir necha barobar to'ldirib qaytarishligini o'zi aytib. Rahmat. هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار
حنان يا منان يا لطيف يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا حنان يا منان يا لطيف يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى